Gulxon aka, ko'pchilik uchun muhim savol, ya'ni zilzila bo'lishi bor, har xil vaziyatlar bo'lishi bor. Shuning uchun bizning loyihamiz, ya'ni Aman Rezidence'da fundament chuqurligi qanaqa qilingan, zilzila bardoshlik bo'yicha qanaqa yechimlar qilindi, shu haqida ozgina ayta olasizmi? Juda yaxshi savol. Muhandis yoki me'morning birinchi vazifasi odamlarning xavfsizligini ta'minlash. Biz bu yerda barcha kerakli ishlarni qildik. Geologik tadqiqotlar o'tkazdik, tuproqning tarkibini o'rgandik. Bu loyihada toshkentlik tajribali mutaxassis ham ishladi. Yomon tuproqni butunlay olib tashlab, 6,5 metr chuqurlikda sifatli mexanik qoplama qildik. Bu odamlarning xavfsizligini kafolatlaydi. Endi biz ham kechqurun xotirjam uxlaymiz, chunki eng to'g'ri yo'l bilan ishni bajardik. Bo'ldi. Ya'ni bu odam xonadon sotib olayotgan mijozda xotirjam bo'lsa bo'ladi, zilzila bardoshlikka har tomondan mustahkam qilib qurilyapti. Fundamentlari ham alohida hisob-kitoblar bo'yicha mustahkam qilingan. Butun yumshoq tuproqni o'zimiz chiqarib tashladik va o'rniga sifatli mexanik zichlash qo'ydik. Shuning uchun zilzila vaqtida ham bu joyda muammo bo'lmaydi inshaalloh. Fan ko'rsatgan barcha choralarni ko'rdik. Shu sababli juda faxrlanamiz. Odamlarning hayot xavfsizligini ta'minladik. Bu biz uchun katta yutuq. Sağ ol.